10 oktyabrda hozirgi Olma-ota oblasining Yarkan Panfilov nahiyasining Yarkan shahrida tug'ilib ekanman. Men tug'ilib 20 necha kundan keyin mening ota-onam G'uljaga o'tib ketgan ekan. Dadamning dadasi ravandichi, yana un sotadigan odam ekan. Dadam mo'zdoz edi. İqtisadimiz nachar bo'lganligi uchun yamoqchilik qilgan. Hem sazendi, naqshchi, qiziqchi odam bo'ldi. Opamning dadasi molla bola o'qitadigan odam ekan. Shuning uchun opam mening molla edi, molla patam deydigan. Qisqasi opam diniy oilada, dadam biraz savdo sohasidagi odamning oilasida dunyoga kelgan. Opam 1903 yılı tug'ilib, 1903 yılı tug'ilib, 1944 yılı vafot bo'lgan. Dadam 1913 yılı tug'ilib, 1947 yılı vafot bo'lgan. Biz singlim ikkimiz yetimchilikda o'sgan. Kishi dadamning, tog'amning qo'lida o'sganmiz. Singlim 10 yılcı oldu vafot etib ketdi. Bu dunyoda yolg'izdim men. 57-yilda o'linib ajrashib ketgan bo'yicha ta 88 yılı hozirgi ayolimga o'lgangachilik 50 yil bo'ytoq yurganman. Shu birinchi ayolimni bak yaxshi ko'rganim uchunmi, uningdan boshqasini yaratmay, ongacha u aydi ketib ashtaq yurganman. Shuning uchun mening bolalarim yo'q. Hozirgi ayolimdan 2 o'g'il, 1 qiz, 6 nevrimiz var. Bir çevrimiz var. Ben Şinjan Pedagogika İnstitutining Til Adabiyot fakültetini bitirgan, hem Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik madaniyat maktabida muallim bo'lgan. 63 yılı 21 yanvarda pasport bilan Sovet İttifoqiga singlim ikkimiz ko'chib chiqqan. Ta 84 yıla kadar, yani 21 yıl Grushchev olup, ammal olup, iğir işlerde, kuruluşlarda işledim. Bunda qo'shiq rus söz bilmegen ishlar. 84 yıldan keyin Uyg'ur ovozi gazetida 86 yilgachilik, 86 yildan 96 yilgachilik Arzu degan jurnalda. Uningdan keyin men pensiyaga chiqdimda, pensiyaga chiqib shaxsiy intizor, ma'rifat degan jurnallarda 12 yil ishladim. Men she'riyatning, yani barmoq vazn, arzu vazn deydi, hamma taraflardan yozaman. Men she'r yozaman, bolalarga yozaman, cho'nglarga yozaman, nasr yozaman, adabiy tanqid yozaman, masal yozaman, satir yozaman, qisqasi adabiyotni, hikoya, povest, romandan boshqa hammasini yozdim. 4 drama, she'r bilan drama yozganman. Onu hech qanday yerga bermaganman. O gazetada chiqqan. Endi meniki oldim qo'ygan o'zimning muddaoyim Uyg'ur adabiyotida nima yo'q o'zi shuni yozaman degan edim. Bizda masal yo'qkan uni menga yetkazdim. Hozir mendan eshib ketdi. Bizda satira bor, İlya Baxtiya va boshqalar bor debdi. Ulardan ko'p yozdim. Bizda tepishmoq butunlay yo'qkan İlya Baxtiya bolalar shoiri deb atalgan shoirning o'zining bari 2 kitob tepishmoq bor. Ben onu menga yetkazdim. Hozir bizda hech kim yozmaydi. Bizning vatanimizda yezib kelayotgan nasr degan bir janr bor. Onu dunyoda nurg'un ulug' shoir yozuvchilar yozgan ekan. Masalan, shu Tagore, Rabindranath Tagore, Solzhenitsin deganlar, Maksim Gorkilar, shular hamma Turgenovlar yozgan ekan. Shu nasrdan men bir tom bitirdim. Mening 7 tomum chiqdi, hozir 3 tomum tayyor. 1 tomum adabiy tanqidiy maqolalar, qolgan 2 tomum, yani 9 tomum she'rlar, dramalar, she'rlar yozilgan dramalar, 10 tomum asl nasrlar.
Benim bir tomum o'xshamaydi mana. Birinchi tomum mana bu sap masal. Shuning uchun bu 1000 masal, 1000 bir masal, 1001 masal deb atadi. Buni ikkinchi hajvilar, satiralar, 1001 ibrat, 1001 ibrat. Bu üçüncü balalarga yozilgan she'rlar, tepishmoqlar, söz oyunlarını bizde hiç kim yazmagan. Ben yazdım. Öyle kıştı pişmesmiş degan o'xshash. Aksudan kelgan ahmoq balpaypoq, Qarsudan kelgan qarmoq balpaypoq degandek ashtaq narsalardan men necha yuzni yozdim. Ko'z tomoni. Mana bu üçüncü tom. Bu şu üçüncü tomum mana Şinjan'da 4 kitap bo'lib chiqdi. Bu şu üçüncü tomumda o'zi Şinjan 4 kitap bo'lib chiqdi. Endi meselelerimden 88 yılı qattiq taşlıq, yumşaq taşlıq olup 11 ming tirajda çıqqan. Biz yıl moşundan çıqqaniga 28 yıl bo'ldi deb qaytadan chiqarmoqchi bo'ldi. Ama ona 2004 yılı söz oyunları bilan tepishmoqlarni chiqargan. Bu 2004 yılı 12 ming tirajda chiqqaniga qaramay 2016 yılı yana chiqdi bu. Qaytadan chiqdi. Shuning uchun men qalam haqqa bermaydigan qo'l qo'ydirib olgan odamlar uyalg'andan 10 ming yuan qalam haq berdi menga. Endi bu 3-chi kitap. Bunu 4-chi kitap adabiy tanqidi maqolalar. Bu Qutlug' qo'ng'iroq deb ataldi. Bunu 5-chi kitabim she'rlar, ballada, rivoyatlar. Bu 5-chi fasl deb ataldi. Nemishki bizda 4 fasl var. Bu nemishki 5 fasl? Çünkü mening she'rlarim boshqa hech qanday shoirlar she'ri o'xshamaydi deylik. Onda demasa o'qigan odam biladi, hech qanday shoirlikka o'xshamaydi. Buni 6-chi bizda g'azal, ruboiy, muhammas degan, masnaviy degan janrlar var. O klassik şekilde aruz vezinde. Bu baştan ayak aruz vezinde yazılır. Buna da muvaşşak diyenler var. Bu 6-cı tom. 6-cı tom. Hem de bunu 7-ci tomunun 3 bölüm, bir bölümü edebi tenkit, 2. bölümü nesirle, 3. bölümü publistiklik makalla. Kısıksı benim çıkargan kitaplarım benim boşu. Özü hem de biçilmel 3 tomunu tayarladım. Şu 3 tomunu bir sponsor bo'ldigan adam bo'lsa chiqaraman degan umid bilan hozir uni kompyuterda bostirdim. O 8, 9, 10 tomon bo'ldi. Endi bir yil Urumchiga berib men do'g'ri qo'l qo'yib keldim. Buni 5-chi tomum 2 kitap bo'lib. Buni. Ondan keyin buni 5-chi tomum 2 kitap bo'lib, ondan keyin buni bir kitapni elib 3 kitap qilib chiqarmoqchi. Endi Beijing'den bizim bunun 1-ci tomum Beijing milletler neşriyadan çıktı. Bu qaysi tilda? Bu Uygur tilida çıktı, bizim vatanda çıktı. Endi bunun çıkkaniga 25 yıl tolish münasebeti bilan Urumchida buni yana qaytadan basmoqchi bo'ldi. Mening endi Tazdan Demisovadis Tömitog'i degandek dunyoga kelib 84 yaşga qadam qo'yib topganim mana shu. Shu Ma'qul, rahmat. Endi bu dunyo Uyg'urlariga deydigan bir ikki ig'iz so'zingiz bo'lsa. Endi men masalalarimni dedim, she'rlarimni dedim. Endi buningga qo'li yetdi, odamning qo'li yetmaydi, shu qo'li yetmaganlarga deydigan gapingiz bo'lsa bir ikki ig'iz. Endi bizga faqat qarindoshlik kerak. Birlik gerek, bir yandan kol çıkarış, bir yandan baş çıkarış gerek. Bizge muşulu yetişmeydi. Biz birbirimizni göremeyimiz, neydi işki Uygur'umuz işki çok vadeydi ki, aşını taşlaşımız gerek. Birbirimizin koçulaşına koyuşumuz gerek. Birsimiz öylep, birsimizge mümkünçülük olsa yaxşılık kılıp, yamanlık kılmay, zo'yluq, hasadxo'rlik deganlarni neyir turishimiz gerek. Bir köygen tonoş iki köygen tuqqandaydı o. Biz bir körüpma, hatta köymeye durupma birbirimizin işlerini alsak, şunu himoya qilishimiz gerek, qo'llashimiz gerek, urug' tuqqandek birbirimiz bilan su bilan biliqdek yaqin bo'lishimiz gerek. Mening deydiganim shu. Endi boshuna bu o'qib ber desangiz, birasini o'qib berma. Marhamat. Mana masalan, buni
Ona şiirlerimden içinde bu andi din bir ben yaxşılardan başlanla. Bir dini rivayet izleyin dep qaraman. Bu andi rivayet. Kelgen periştelerge aldığa, köngüldekini yoşurmay daldığa, depti Xuda, bu da veyran qılыңlar palançı şəhərni. Özüge sığdırıp alğan əskilik zəhərni. O şəhərdeki ərlər ər emas, yer emas, ayallar ayal emas, ayallık xisletke halal emas. Erni karavatga yo'layotgan, ayalga qanat so'rayotgan, o'zini so'rash degan qalmagan, shahvoni havas yo'lida mengib talmagan. Bo'lsimi o'qigan, ularda insof to'piq yo'qigan, qizlar chiqib ketgan ishtondan, chiqqan qo'ylarda qo'tamdan, yigitlarda adab axloq bitgan, vijdoni jutgan, sodiqlik yo'q hatto saqchida, hammaning o'yi oqchida. Menfaat uchun odamni odam yavatgan, qorini oq davatgan, foyda nafni deb, kimni degizmas xat, jiroqlashib ketgan biridan. Savdogar ayrilgandek diridan, qisqasi ularda g'oya qolmagan, tomizda dam olg'idek soya qolmagan. Farishtalar kelib baqsa shaharga, to'lgan eskilik zəhərgə, qarı bayada aq bolğandək, saran bayada saq bolğandək, yaxşılamı var ekan, hər biri öz aldığı nar ekan, şuna firiştələr turub qapdı, özlərini bir fikir ilkiga atdı. Məyli, şəhərni vəyran qıldıqmı deyli, şunda adamlar tartıdı cəzasını, kim tutudu ularning g'azosini, lekin yaxshilarni qanday qilamiz? Ular degan bizning xilimiz, ularga ugal bo'lmamdi. Qarab turib umr guli solmamdi. Shu o'y bilan farishtalar Xudo oldiga ketdi, ko'rganlarini debdi. Xudo anglab farishtalarning so'zini, qadab ularga o'qdak ko'zini, shaharni vayron qilishni, şəhərdikilərine bağını tilişdi, aşı yaxşılardan başlanlar. Avval şularını dozaqı taşlanlar. Çünkü ular özlerini depla, özlerinin gemini yapla, yaxşılık özden açmağaşqa, qoynundan tökülgünü qonçudan taşmağaşqa, yok olup nomusi ari, başqalar bilen bolmaptı kari. Yani birini azdırıptı baylığı puli, birini azdırıptı mensibi huli, birini azdırıptı iktidar akli, birini azdırıptı çırayı şekli, birini azdırıptı obro'yparestligi, birini aqqarni ayralmag'idek alasligi, birini azdırıptı oyun tamashiga amroqligi, birini azdırıptı o'y fikri nomurodligi. Shuning bilan ular zamonaviy qula, obro'yini aqchi bilan tapimiz demdikin, günahlarını akçı bilen yapımız demdikin, toy töküllerini dağ-doğuğa aylandırıverdi. Üstellerinin üstüne arak oğuğa aylandırıverdi. Mundaq adedin işiş, qinidin teşiş, ulağa bilinmegeni bilen, birer torga ilinmegeni bilen, bazılarının iligini üzdü, hatta nazir çırak. Bırak, yaxşılarının qosu toq bolğaşqa, turmuştun qaygısı yok bolğaşqa, bolsumu nomusi atığı, bolsumu nopuzi atığı, hiç kim bilen bolmadı çatığı. Men degan Xudo, bandlarimni qilg'im kelmaydi juda, bandlarimdan bo'lg'im kelmaydi juda, ularni har qachon g'amini yeyman, shundoqdimi takror deyman, borgan bo'yi hozir, qaramay kim ishchi, kim qodir, shaharni vayron qilib tashlanglar, vayron qilishni aşı yaxshilardan boshlanglar. Rahmat. Rahmat aka, salomatligingiz zo'r bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, qalbingiz talmasin. Mushu uchrashganimiz oxirgi qitim bo'lmasin, yana yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat sizga aka. Sizga rahmat. Mana shunday qaraman.
Besine okup edinlendi başkası. Köprü okup desem sen vaktine gidip aldı. Amançılık olsun. Ha. Hoş. Sizler katı kuruklu oldu he. Normal, yaxşı. Sizge Yaxşı. Sizge direkt kitabını beğenmedim de. Ana boşuna olsa mı ağaç kettim yanlış olsa. Rahmet. O 2004-de 12 min tiraj çıkıp 2016-da yana qaytadı. Rahmet. Opa. Ha? Ne o? Ücret mi? Ha, ödedim. Ha, все. Хорошо записал? Ödedim. Записал нормально. Ya ulan neyin ki? Doktor. Hadi